Eron qanday qilib Tomahawk raketalari bilan bombardimon qilingandan keyin ham AQSh va uning ittifoqchilariga zarba bermoqda? Buning siri yer ostida yashirilgan. Eron o'zining ko'plab ballistik raketalarini tog'lar ichida chuqur bunkerlar va g'orlarda saqlaydi. Shu sababli ularni aniqlash va yo'q qilish juda qiyin. Bundan tashqari, Eron o'zida ishlab chiqaradigan yangi avlod raketalariga ham ega. Ularning eng mashhurlaridan biri Fattoh gipertovushli raketasi. Bu raketa 5 machdan 20 mach tezlikka chiqishi mumkin. Bu soatiga deyarli 18,000 kilometr degani. Bunday tezlikda harakat qilayotgan raketani ushlab qolish havo mudofaa tizimlari uchun juda qiyin. Hatto Isroilning mashhur Erondomi, Arrow va Davidovning tizimlari ham bunday raketalarni aniqlash va yo'q qilish uchun juda kam vaqtga ega bo'ladi. Fattoh raketasi qanday ishlaydi? Avvaliga raketa qattiq yoqilg'ili kuchli dvigatel yordamida osmonga uchadi. U juda katta tezlik bilan yuqori balandlikka ko'tariladi. Keyin raketaning tezlatgich qismi ajralib tushadi va jangovar kallakni olib ketayotgan gipertovushli uchuvchi blok mustaqil parvozni boshlaydi. Fattohning eng xavfli jihati shundaki, bu raketa parvoz paytida yo'nalishini o'zgartira oladi. Oddiy ballistik raketalar oldindan hisoblangan yo'nalishda uchadi, ammo Fattoh raketasi kutilmagan manyovr qiladi. Nishonga yaqinlashganda esa u pastroq balandlikka tushadi va keskin burilishlar bilan havo mudofaa tizimlaridan qochishga harakat qiladi. Tezlik, manyovr va o'zgaruvchan trayektoriya kombinatsiyasi uni ushlab qolishni nihoyatda qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, Eron rasmiylari bu raketa radarlar uchun kam ko'rinadigan texnologiyaga egaligini aytmoqda. Eronning yana bir ustun jihati bu geografiya. Isroil hududi juda kichik. Maydon jihatidan Eron Isroildan taxminan 75 barobarga katta. Isroil shimoldan janubga 470 kilometr cho'zilgan, lekin eng tor joyi atiga 15 kilometr. Bu esa raketa hujumi bo'lsa, nishonga yetib kelish uchun atiga bir necha daqiqa kifoya qiladi. Eron esa katta hududga ega bo'lganligi sababli raketa bazalarini turli joylarga joylashtira oladi. Eron strategiyasi faqat raketalarga tayanmaydi. U asimetrik urush taktikasidan ham foydalanadi. Masalan, oddiy yuk kemalari ichida yashirin raketa tizimlari bo'lishi mumkin. Bu degani konteyner ichidan raketalar va turli qurollar chiqib kelishi mumkin. Yana bir muhim taktika Hormuz bo'g'ozini minalash. Bu dunyodagi eng muhim transport yo'llaridan biri bo'lib, agarda bu hudud minalansa, nafaqat harbiy kemalar, balki butun dunyo iqtisodiyoti ham jiddiy zarar ko'rishi mumkin. Chunki bu holat global neft narxini keskin oshirib yuboradi. Shu sababli Yaqin Sharqdagi har qanday katta mojaroda Eronning harbiy strategiyasi butun dunyoga ta'sir qiladi. Yuqorida Eronning ustunligi geografik joylashuv ekanligini aytgandim. Mamlakat hududi tog'li va notekis bo'lganligi sababli bu hududlar mobil raketa uchirish qurilmalari uchun ideal yashirin joy hisoblanadi. Eron harbiylari odatda ot va qoch deb ataladigan taktika qo'llaydi. Bu usulda raketalar uchirilgach, qurilma darhol boshqa joyga ko'chiriladi. Natijada dushman javob zarbasi berishga ulgurmaydi. Shu sababli Fors ko'rfazi AQSh kemalari uchun xavfli hududga aylanadi. Kemalar quruqlikdan kelayotgan raketa zarbalari ostida qoladi va ularni yashirish deyarli imkonsiz bo'ladi. Amerika armiyasi Fors ko'rfazida operatsiya qilish uchun Bahrayndagi portlar va Qatardagi aviabazalarga tayanadi. Eron esa Yaqin Sharqdagi eng katta ballistik raketa arsenallariga ega mamlakat. Shu sababli Eron birinchi zarbalarni aynan ushbu bazalarga bermoqda. Maqsad faqat binolarni vayron qilish emas, balki Amerikaning harbiy kuchlar yoqilg'isi, o'q-dorilari va qo'mondonlik tizimidan mahrum qilishdir.